Assalomu alaykum qadrlilarim, kuninglar xayrli, mazmunli, barokatli o'tsin. Bugun sizlarga o'zim uchun xarid qilgan Beauty Blend mahsulotimiz haqida ma'lumot beraman. Faqatgina bu ozish jarayonida yoki saharni tushirish uchun emas, yuzdagi ortiqcha muammolarni, xavfli o'simtalarni oldini olishda, ayollik jozibasini oshirish uchun, qonni ko'paytirish uchun, energiyaga to'lish uchun, ishtahani kontrol qilish uchun ichiladigan mahsulotimiz mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli, o'zining nomi bilan go'zallik uchun Beauty Blendlarimiz homilador, emizikli, yoshi katta hammaga mumkin bo'lgan produksiyamiz hisoblanadi. Aynan bu mahsulotimiz ichilishi ham juda ham qulay, ichida trubuchkalari bo'ladi. Qonni ko'paytirish bilan yangi pishgan gilosni ta'mi keladi. Energiyaga to'lgan paytingizda shunaqangi ichgan paytingizda ozish jarayoni bellaringiz kirganligini, yuzingiz tiniqlashganligini va ayollik jozibasini oshganligini his qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda sizlar bilan mana shu Beauty Blend mahsulotimizni birgalikda ochib, raspakovka chek qilamiz. Mana bu yerda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Kompaniyamiz har bitta mahsulotni juda ham detaligacha ahamiyat berib ishlab chiqaradi. Ichilishga juda ham qulay. Mana shu flakonchalarda bo'ladi va tortga 20 kunlik mahsulot bor. Agarda kollagen bilan ichadigan bo'lsangiz 20 kunga yetadi. Kollagensiz o'zini ichadigan bo'lsangiz 10 kunga yetadi. Mana shu mahsulotimizni hozir ochib, ichib ko'ramiz. Mana ochamiz. Ichida mana shunaqa trubuchkalari chiqadi. Ichishga juda ham qulay. Hech qanaqangi suvga tayyorlab ichilmaydi. Mana flakonchani ochib olib, ichiga solamiz. Bismillah. Juda ham qulay. Eng asosiysi, ichgan paytingizda yangi olchali kompotni ta'mi keladi. Qoningiz ko'payadi, immunitetingiz oshadi, energiya bo'ladi, yuzingizga qon yuguradi.